O'tmishdan salom, mana IQ'si baland IT ishchilarimiz bizda yana audio video loyihasi doirasidagi professional device'larning tahlilini davom ettiramiz va bugun e'tiborimiz markazida yana o'ta professional bo'lgan device, ya'ni Universal Audio kompaniyasidan Apollo Twin USB interfeysli audio karta. USB interfeysli? Ha, USB interface. Apollo'ning USB interfeyslisi ham bor ekan va to'g'risini aytsam, men birinchi marta ko'rishim va aynan PC ga. Ha, PC uchun Apollo varianti bor ekan. Biz bugun uni sizga tahlil qilib beramiz, lekin undan avval Universal Audio kompaniyasi haqida ikki og'iz gapirib bersam. Hammamiz biladigan 2A LA priborlari bor. O'sha mashhur bo'lgan kompressor, mana shu kompressor va 1176 kompressorlarni hammamiz bilamiz. Mana shu kompressorlarni ishlab chiqaruvchi kompaniya bu Universal Audio kompaniyasi hisoblanadi. Va bugungi kunga kelib ular o'sha lampoviy, analogoviy priborlar qanaqa ishlashini yaxshi farq qilib borganligi uchun DSP protsessorlar, ya'ni mana shu zvukovoy karta ichidagi protsessorlar yordamida ana o'sha analogoviy priborlarni imitatsiyasini qilishni uddalashmoqda. Tak, stop. Qanaqa imitatsiya, qanaqa lampoviy deyapsiz, to'g'rimi? Mana qarang, oddiy tushuntirib beraman. Ovoz yozishda lampoviy priborlar eng zo'r hisoblanadi. Ularga yetadigani yo'q. Hozirgi kungacha o'sha eski 30-20-yillarda o'ylab topilgan lampa orqali informatsiya, ya'ni передача uzatish texnologiyasi. U ichidagi atomlar va elektronlar almashganning hisobiga juda ham toza informatsiya o'tadi va tovush juda ham sterilni, juda ham bir o'ziga qanaqadir bir yarasha lampoviy tiplata deydi-yu, mana shu lampoviy tiplata ovozda ham bor. Mana shunaqa lampa asosida ishlangan priborlar juda ham qimmat turadi. Har bittasi bilmayman 5000, 6000, 8000, 12000, 25000 dollargacha bo'lishi mumkin. Hattoki undan ham ko'p bo'lishi mumkin. O'zim hammasini bilmayman. Mana shunaqa priborlarni imitatsiyasi, ya'ni shunga maksimal darajada yaqin kelishi mumkin bo'lgan texnologiyalar aynan mana shu kartada mavjud. Tushunasiz-a? Universal Audio kompaniyasi o'zi oldin ham o'sha lampa asosida ishlangan priborlarni ishlab chiqargan va bugungi kunga kelib ular ikkiga ajralgan. Ikkita aka-ukaga tegishli bu kompaniya. Mana shu bittasi lampoviy priborlar ishlab shuni ketidan davom etaman degan, ikkinchisi bo'lsa aynan zvukovoy kartalar ishlab uni ichidagi DSP protsessorlar o'sha lampoviy priborlarni imitatsiyasi bilan shug'ullanadi degan yo'nalishda ketgan. Va o'sha yuqorida aytganimdek, buni eng afzal tomoni boshqa kartalardan uni ichidagi original pluginlari. Aynan mana shu karta 800, 900, 1000 dollargacha bo'lishi mumkin, topishingiz mumkin, ammo ichidagi pluginlari kerak bo'lsa 10000 dollargacha ham sarf qilishingiz mumkin. O'zi Apollo zvukovoy kartalari faqatgina Mac'lar uchun oldin chiqarilardi 2013-15 lar atrofida, lekin bugungi kunga kelib u ish qilish yaxshi ko'raman. USB interfeysi hamda PC bilan ishlash imkoniyatini bizga yaratib beryapti Universal Audio kompaniyasi. Mana shuning uchun ham men bu obzorni qilishga, bu tahlilni qilishga qaror qildim. Chunki ko'pchilik Apollo kartasini ishlash uchun faqatgina Apple kompaniyasiga tegishli bo'lgan Mac kompyuterlarini ishlashim kerak, olishim kerakmi degan savol bilan murojaat qilardi. Kstati, bu yangi device emas, ochilgan device. Men ishlatib ko'rdim, buni ichidagi pluginlarni ham ishlatib ko'rdim. Bu blok pitaniyani ichidan har xil regionlarga to'g'ri keladigan vilkalarimiz chiqadi. Bu juda ham qulay. Buni ichidan yana USB Type B dan USB Type A ga o'tadigan 1,5 metrlik kabelimiz mavjud va mana shu kabel aynan ikkita yadroli USB A podдержка qiladigan kartamizda chiqadi. Misol uchun buni eng so'nggi avlodi bor, Apollo Twin X degan avlodi bor. Ana ularda interfeysimizda USB-C va uni komplektidan shu kabel chiqmaydi. Nimagadir. Kartaning orqa tarafiga e'tibor bersak, bitta optik kirish, bitta USB Type B shina bu interfeys uchun o'chirib yoqish kachelkasi, ikkita mono line out, ikkita mono monitor outlarni ko'rishimiz mumkin. Hamda mikrofon uchun fantom pitaniyali ikkita XLR combo ko'rinishidagi razyomlar ham mavjud. Oldi tarafdagi knopkalardan eng birinchisi bu preamp. Uni yordamida fantom pitaniyada ishlaydigan ikkita mikrofoningizdan qaysi birini yozishingiz kerakligini tanlaysiz. Ikkinchisi input, preamp yoki line indan kelayotgan signalni tanlash. Uchinchisi dim, mikrofoningizdan kelayotgan signalni past chastotalarni olib tashlash uchun bitta maxsus knopka. To'rtinchisi fantom pitaniyani yoqib o'chirish. Beshinchisi pad, signalni 20 desibelga o'zgartirish. Oltinchisi rejim mono. Yettinchisi link, software bilan ishlaganda qo'llanadigan fishka. Sakkizinchisi monitor yoki naushikingizni balandligini boshqarish uchun tanlanadigan knopka. Shuningdek, kartani pastki qismida professional naushniklar uchun ulanadigan chiqish va elektrogitaralar uchun line kirish mavjud.
Xo'p, kartani o'ziga e'tibor beradigan bo'lsak, juda ham stilli ishlangan. Men bundan-da chiroyli karta ko'rmaganman. O'zi bu karta nimasi bilan zo'r degan savolga eng birinchi navbatda albatta ichidagi pluginlar, ikkinchi navbatda uni dizayni deymiz. Stol ustiga shundoq qo'yib qo'yganingizda va shu krutoy zvukovoy kartangiz borligini hamma bilib turadi. Apollo Twin USB interfeysligi versiyamiz aynan meni qo'limda turgani bu X versiya emas, eng so'nggisi X versiya hisoblanadi. X versiyani 4 ta yadroli ham, 2 ta yadroli ham versiyalari bor ekan. Bu versiyamizda esa faqatgina 2 ta yadro. Yadromiz bizga nima beradi? Yana bir marta eslatib o'taman, o'rtoqlar, aynan shu karta ichidagi pluginlar aynan shu kartani ichida joylashgan. Siz sotib olsangiz, bu kartani ichidagi plugin prosta aktivatsiya bo'ladi. Tushunyapsizmi? Siz sotib olgan pluginingiz o'zi buni ichida har doim bo'lgan. Sotib olganingizdan keyin shunchaki qulfni olib tashaladi va u ishga tushadi. Ishga tushgandan keyin ham sizni kompyuteringizni protsessorini emas, aynan zvukovoy kartani o'zini protsessorini ishlatadi. Ya'ni yadrosini, DSP protsessor nazarda tutaman hozir. DSP protsessor nima degan savol sizda tug'ilgan bo'lsa, bu media fayllar bilan ishlash, unga ishlov berish, unga obработка berish bilan shug'ullanadigan, aynan shunga mo'ljallangan arxitekturaga ega bo'lgan protsessor. Mana shu DSP protsessorlar yadrosi bu yerda 2 ta, buni 4 talik versiyasi ham bor dedim, ammo uning uchun bizning interfeysimiz USB-C bo'lish kerak yoki umuman Thunderbolt Mac'da ishlaydigan. Aynan shuning ichidagi protsessorda ishlaydigan pluginlarni qanchasini ishlatishingiz albatta to'g'ridan-to'g'ri yadrolaringizni valgi soniga ham bog'liq. 2 ta yadro bo'lsa albatta kamroq plugin ko'taradi, 4 ta yadro bo'lsa albatta ko'proq plugin ko'taradi. Xo'p, hozir endi bizning tomoshabinlarimizning orasida, okey, Apollo zvukovoy kartalar в принципе hozir kerak emas. Uni pluginlarni shundoq ham xolasangiz, podpiska xolasangiz shundoq sotib olib ishlatsangiz bo'ladi deganlar bo'lishi mumkin. To'g'ri. Hozirgi kunda, ya'ni 2022-yildan boshlab bu yoqqa Apollo'ni Spark degan haligi podpiskasi chiqdi. Ichida hamma pluginlar, deyarli hammasi demayman, deyarli hamma pluginlar bor. Mana shularni o'zingizning kompyuteringizda zvukovoy kartasiz, ayniqsa Mac'larning umuman M chipligi versiyalarida juda ham zo'r ishlab kelyapti. 2022-yilgacha UAD pluginlari faqatgina karta bilan ishlashi mumkin edi. Ya'ni pluginlar faqat karta ichida mavjud bo'lib, ularni onlayn sotib olganingizdan keyin ular kartani o'zidan razblokirovka yo'li orqali sizga taqdim etilardi. Mana bu tushunchaga allaqachon chek qo'yilgan. UAD Spark podpiskasi orqali deyarli barcha pluginlarni kartasiz ham ishlatishingiz mumkin va bularning barchasi nativ pluginlar turiga kiradi. To'g'risini aytganda bu ancha qulay, chunki kartani o'zidagi DSP protsessorlardan ko'ra zamonaviy kompyuteringizdagi protsessor pluginlarni ko'proq yuklay oladi va bu sizga DSP ga nisbatan bitta proyektingizda ancha ko'p pluginlarni yuklash imkoniyatini beradi. Oyiga $20 evaziga asosiy pluginlar ro'yxatiga ega bo'lasiz. Lekin barcha pluginlarga emas. Masalan, NIF, TubeTech, Sonox kabi firminniy pluginlar bu ro'yxatga kirmaydi. Ular haligacha karta bilan ishlaydi. Ammo bir ishni boshlab bitirish uchun barcha tipdagi pluginlar UAD Spark podpiskasida yetarli darajada mavjud. Ammo bir narsani tushunishimiz kerak. Baribirga ham DSP protsessorini o'zida ishlagan plugin yaxshiroq ishlaydi. Shaxsan men test qilib ko'rdim. Nativ versiyasi bilan DSP versiyasini bitta eshitganingizda farqini bilmaysiz umuman, ammo siz har xil sifatda ishlashingiz mumkin. Misol uchun 96,000 sample rate yoki 24 bitda ishlaganingizda qanaqadir pluginlarniki, misol uchun reverb deylik, reverb yoki delay deylik, juda ham nozik bir haligi tonki sloyli zvuklarda sezilyapti. Misol uchun 44100 yoki 48000 sample rate ishlayotganingizda bilinmasligi mumkin, ammo 96,000 da bilinyapti. Endi ko'pchilik biladi, havaskor yoki bo'lmasa ja unaqa sifat ketidan quylamaydigan 44100, 48000 da ishlayveradi. Lekin haqiqiy professional darajada chet eldagi dunyo miqyosidagi haligi sifatda ishlayman deganlar 96000 24 bit ishlaydi. Ya'ni 96000 sample rate va 24 bit glubina. Sal qiyin bo'layotgan bo'lsa, keyingi albatta sonlarimizda bu nimaligini tushuntirib beraman. Bu kartani boshqa kartalardan ajratib turadigan jihatlardan biri bu Unision funksiyasidir yoki Unison. To'g'ri, bu kabi fishkalar hozir ko'p kartalarda mavjud, lekin Apollo bu borada birinchilardan bo'lgan. Masalan, siz mikrofoningizni kartaga ulab, uni to'g'ridan-to'g'ri foydalanib yozishingiz mumkin yoki Unision slotiga sizdagi maxsus preamp pluginlarni yuklab, shu orqali yozishingiz ham mumkin. Unision orqali yozganingizda karta tranzistorlari maksimal darajada firminniy priborlar imitatsiyasiga
fokusini qaratadi va yozilgan ovoz Unisionsiz, to'g'ridan-to'g'ri yozilgan ovozdan yaxshigina farq qiladi. Hattoki shundoq to'g'ridan-to'g'ri yozib turib, keyin Unisiondagi xuddi o'sha pluginni proyektingizga qo'ysangiz ham Unisiondagi natija ola olmaysiz. Xullas, Unision sizga analog priborlarni imitatsiyasini ta'minlab beruvchi eksklyuziv fishkadir. Xullas, nima demoqchiman? Agar siz prinsipi menga 44100 va 48 yetib ortyapti degan bo'lsangiz, unda nativ versiyasini olib, podpiskada xohlasangiz, men podpiska uncha maslahat bermayman, sotib olganingizni maslahat beraman. Olib ishlatsangiz bo'ladi. Prinsipi o'sha nativ versiyasini sotib olganingizdan keyin sizda kelajakda agar zvukovая karta olsangiz, DSP versiyasi ham taqdim etiladi aslida. Ya'ni nativ versiyasini sotib olib, faqatgina nativini oldimmi, menda DSP'si endi bo'lmaydimi degan savol tug'ilgan bo'lsa, yo'q. Kelajakda karta sotib olganingizdan keyin sizda DSP bo'ladi. Также DSP versiyani olib, pluginlarni sotib olganingizdan keyin sizda nativ, faqatgina kompyuter o'zida ishlaydigan versiyasi ham bo'ladi. Shuning uchun men sizlarga zvukovая kartani qaysi birini oling degan savol sizda tug'ilgan bo'lsa, kategorichno faqatgina Apollo'ni tavsiya qilaman. Endi versiyalar juda ham ko'p. Versiyalarga to'xtaladigan bo'lsak, Apollo asosan Thunderbolt texnologiyasi, ya'ni Thunderbolt interfeysi asosida ishlaydigan bo'lgan. Uni oldin PC ga ulash biroz qiyin bo'lgan. Siz spesialni PCI Express ko'rinishidagi Thunderbolt поддержка qiladigan haligi karta qo'yib turib, дополнительный karta qo'yib turib, keyin uni ulashingiz kerak bo'lgan. Unda ham har doim ishlamagan, materinskiy plates bu narsani qo'llab-quvvatlash kerak bo'lgan va в принципе karta har doim Apple kompyuterlari bilan ishlagan. O'sha eng birinchi versiyalari bu Firewire versiya bo'lgan, undan keyingilari Thunderbolt 1 va 2, undan keyingisi Thunderbolt 3, bugungi kundagi X versiyalari Thunderbolt 4 texnologiyasi, ya'ni interfeysi asosida ishlaydi. Va mana shu versiyamiz endi PC ga to'g'ridan-to'g'ri ulanadigan. Shunda oldingiz mana orqasida USB Type B ko'rinishidagi interfeys va shunda oldingiz, shunda uladingiz PC ga va u shundoq ishlab keturadi. Va mana shunaqa kunlarga ham yetib kelamiz o'rtoqlar. Bizga mana shu mahsulotni taqdim etgan SoundStore onlayn do'koniga o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz va audio video promokodi orqali maxsus chegirmalarga ega bo'lishingiz mumkinligini ham eslatib o'tamiz. SoundStore professional musiqiy device'larning onlayn sotuvidagi yetakchi marketplace. Aynan mana shu versiyasini kimlarga tavsiya qilaman? Endi Thunderbolt versiyalari albatta Mac foydalanuvchilarga aynan USB versiyasi. Misol uchun aytaylik, siz PC da ishlaysiz va siz har doim 200-300 dollarlik arzon zvukovая karta ishlatib kelgansiz va siz zvukingizni o'zgartirmoqchisiz. Ya'ni bu kartani o'rnatganingizdan keyin shundoq hech qanaqa nastroykasiz siz zvukingiz o'zgaradi. Chunki Universal Audio kompaniyasi tomonidan yig'ilgan shu tranzistorlar, texnologiyalar, algoritmlar sizga mutlaq boshqa звукоизвлечение beradi. Ishoning meni gapimga. Более приятныйroq, более профессиональныйroq zvuk, ya'ni tovushga ega bo'lasiz. Bundan tashqari, qanaqa versiyasini olishingizga qarab, ya'ni buni Heritage versiyasi ham bor, ichida pluginlari ko'proq bo'ladi. Ammo o'zini 12 ta bepul must have bo'lgan pluginlari bor. Ya'ni o'sha mikrofon uchun preamp, qanaqadir reverb, qanaqadir kompressor, mana shunaqa must have kerakli bo'lgan, eng kerakli bo'lgan pluginlari bor. Ichida 2-way LA avtomat bo'ladi, 1176 avtomat bo'ladi, chunki bu Universal Audio'ning o'zining radnoy pluginlari hisoblanadi bu. Между прочим, bu pluginlar legendarniy plugin hisoblanadi. Har bitta zvuk rejissyor o'zida bo'lishi kerak bo'lgan pluginlar qatoriga kiradi bu pluginlar. Va bundan tashqari shu yuqorida aytib o'tganimdek Unision funksiyasi. Siz o'zingizni o'sha 200-300 dollarlik kartangizga to'g'ridan-to'g'ri ulagan mikrofoningiz umuman boshqa zvuk berishi mumkin. Ammo bu yerga o'sha mikrofoningizni xuddi shu akustikada ulab turib, через Unision o'zini maxsus preamp plugini orqali yozsangiz, umuman boshqa звукоизвлечениеga ega bo'lasiz. Ya'ni men aytmayman, prям lampoviy demayman, ammo e'tibor beramiz, lampoviy как бы звук 100 bo'lsa, bu yerda 85-90% gacha ana o'sha haligi tiplotaga kelishingiz mumkin. Endi qarang, 3,5-4,000 dollarlik lampoviy pribor qatda-yu, mana bu yerda aytaylik eng qimmat plugini 300 dollar turadi. 300 dollarlik rasxod qatda. Va to'g'ri 100% emas, ammo 85-90%lik natija ham 10 barobar, 15 barobar arzon narxga arziydi. Ishoninglar menga. Xullas, nima demoqchiman? Agar siz o'zingizni darajangizni professional darajaga ko'tarmoqchi bo'lsangiz, albatta mana shu kartani xarid qiling. Agar hozirchalik karta xarid qilishga unchalik tayyor emasman, men shunchaki ichidagi pluginlarini sinab ko'rmoqchiman, chunki buni ichidagi eng asosiy fishkasi bu pluginlari degan fikrda to'xtalmoqchi bo'lsangiz, albatta Universal Audio Spark podpiskasini sinab ko'ring. Agar podpiska sizga yoqsa, ketdan sotib olasiz. Agar pluginlar yoqsa, ketidan kartani ham sotib olasiz. O'rtalama o'ylaymanki, Universal Audio va Apollo Twin haqida kerakli bo'lgan ma'lumotlarni sizga yetkaza oldim. Sizlar bilan har galgidek Javlon Asatullayev bo'ldi va har galgidek kelajakda ko'rishguncha. Chiqinglar.